Hozir bundoq qarasam, shu Muhammad Ali ikomizdan boshqa hammalar juftliklar bilan ekansizlar. Biz ikomizlar bo'ydoq ekanmiz. Savollar bo'ladi-da. Juft bilan kelganlar Makka da, Madinada mumkin emas ekan degan. Endi bitta syomka bo'laversa, ko'pchilikka shu ma'lumot bo'lib qoladi, bir ajib ma'lumot. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kullu ma'rufin sadaqa degan. Ya'ni hamma yaxshilik sadaqa. Hattoki dedi Rasululloh alayhisalom, er va xotinning muosharati ham, ya'ni billa bo'lishligi ham sadaqadir dedi. Shunda sahobalar, "Yo Rasululloh, qanday qilib er va xotinning billa bo'lishligi sadaqa bo'ladi?" desa, Payg'ambar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ahir nomahram erkak va ayol bir-biri bilan bo'lsa, shu aytgan ishlar bo'lsa, gunoh bo'ladimi?" dedi. "Ha Rasululloh, gunoh bo'ladi, zino bo'ladi bu" deganda, "Ha demak er xotinni bir-biri bilan bo'lishligi savob bo'ladi, sadaqa bo'ladi bir-biriga" dedi. Allohu akbar. Er xotinni, nikohdagi er xotinni muomalati o'sha to'shakdan boshlab oddiy bir-biriga chiroyli gapirish ham sadaqa. Endi qo'yingki, Makka da, Madinada bu ish bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Shu ish sababli biror bir farzand ilashib qoladigan bo'lsa, alhamdulillah inshaalloh balkim olim, fozil, ulamo bo'lishi mumkin, qori bo'lishi mumkin. Faqat Makkada ehtiyot bo'ladigan birgina o'rin bor. To'yinki ertaga Madinadan Makkaga yo'l olamiz, ehromga kirib, o'sha ehromga kirib to umringizni qilmagunizcha o'sha narsadan ehtiyot bo'lib turishligi sharti bor. Shunday ehtiyot bo'lasizlar. Qolgan vaqtda Madinada 1000 ta, Makkada 100 000 ta vaqt g'animat. Foydalanish kerak. Namoz vaqtlaridan tashqari bemalol akalar. Hojilar ham eshitsin shu narsani. Savobli ish, foydali ish, Alloh va Rasuli buyurgan ish bu. Sadaqa bo'ladi. Endi yana e'tiborli bo'lgan joyi, ertaga ehrom kirganinglardan keyin va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ehrom kirgandan keyin ko'p aytamiz biz. Bunga e'tibor berishmaydi. Endi juftliklar bilan kelgan bo'lsanglar, iloji bo'lsa, erkak ayol billa ketmasligi sharti bor. Chunki qo'lini ushlab ketayotganda ham shahvat, qo'zishlik, boshqa narsa, o'shandan ehtiyot bo'lgan holatda ayollar iloji bo'lsa avtobusda orqa tomonda alohida, erkaklar oldida bo'lsa, to'yinki umramiz ado bo'lgunicha. Umrani qilgandan keyin, sochlar olingandan keyin, qirqilgandan keyin ikkov tomonga ham zilyonni. Bir kuni haramda Makka mukarramada Albekda o'tiribmiz. Albekda aynagidan haram Ka'ba ko'rinib turadi. Masjid harom ko'rinib turadi. Oldimda bir ukamiz, "Aka, yomon bo'lyapti shu, bu yerda qilsa bo'lmaydimi? Savob bo'lmaydimi naborot?" dedi. Xuddi shuning ichida qarab tursa bir derazada ikkita kaptar oshiq-moshiq bo'lib bir-biri bilan tirishdi. Ana kaptarlarga bo'laverar ekan, demak insonlarga bo'laverar ekan. Ya'ni kim? Xulosa qilib aytadigan bo'lsa hoji akalar,